Xorazm xalqi nima gap? Ana videoni bir ko'ringlar. Em beri endi? Kaçıyım? Em churri. Vey, katına bak, onu öğlendi ki yakında akı. Bu muydu o? Recep ne Recep? Kaçtı Recep? Recep Domuz. Vay boy, tapkan adamına karab peli başını yesin bolmaydı bu. Hav. Ha, kim buna derese? Meryem bay ne? Kaçı Meri? Meryem Şakal. Bu muydu o? Bu muydu o? Bu da İsmail ne? Kaçı İsmail? İsmail Gürek. Koysana üzerimiz zordan kusulduk kundan. Koysana bu muydu bu? Koy. Ya, ulan bu muydu? Koy. Ulan bu muydu? Met yakıt ne? Kaçı Meri? Met yakıt kımdı mı? İbi öldü o. Hep bilinmem ben ise bay boy. Xorazmlilarning o'zina xos tarafi shundaki, har bir Xorazmning ismidan keyin kunyasi, ya'ni laqabi bo'lgan. Xuddi ana shu videodagidek. Ko'rdingizlarmi? Bu ham Xorazmning o'zina xos taraflaridan biri hisoblanadi. Laqab yoki kunya insonni birinchi navbatda xarakteridan, dunyoqarashidan, uni mehnat faoliyatidan yoki qiladigan ishidan kelib chiqqan holatda qo'yiladi. Uni qo'yilishining sabab Elotda 3-4 yoki ko'proq insonlar bir-biri bilan adash bo'lsa, elotdoshlar yoki yurtdoshlar bir-biridan farqlanib olish uchun qo'yiladi. Bu kimnidir masxara qilish yoki kimnidir izza qilish emas, faqatgina insonni yaxshilab tanish uchun qo'yilgan ishlatilgan narsa hisoblanadi. Agar uyalmasangiz, izohlar qismına o'zingizning laqabingizni yozib qoldiring. Xorazm Güç.